Dunyoda bunday inshootlar atigi ikkita. Biri bizda O'zbekistonda, ikkinchisi esa Fransiyada. Boshqa bunday inshootlar yo'q. Hozir esa aksincha xorijliklar bizni oldimizga kelishyapti. Ayni paytda biz dunyodagi eng arzon, eng samarali, eng toza va ekologik yashil vodorodni olishga erishdik. O'zbekiston prezidenti qo'llab-quvvatlash tufayli biz har yili yangi uskunalar bilan ta'minlanmoqdamiz. Quyosh pechida biz juda sof, noyob magnit ishlab chiqaramiz. Inshoot NATO tomonidan moliyalashtirilgan. Ko'rinishidan bu faqat fuqarolik inshooti emas, u harbiy maqsadlarda ham ishlatiladi. Biz uchun yangi quyosh energiyasi yordamida nimalarni amalga oshirish mumkinligini tushunish juda muhim. Biz buni Xitoy ijtimoiy tarmoqlarida ham tavsiya qilamiz. Ha, o'zbek ilm-fani shunday innovatsion ishlanmalarga egaki, ular nafaqat biror sohani, balki butun dunyoni o'zgartirishi mumkin. Quyoshni tutib olish. Quyosh instituti sirlari. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining Materialshunoslik institutiga xush kelibsiz. Bizni yana Quyosh instituti deb ham atashadi, chunki biz ilmiy maqsadlarda quyosh energiyasi bilan ishlaymiz. Afsuski, ko'pchilik quyosh energiyasi deyilganda uni faqat elektr energiyasi ishlab chiqarish, ya'ni fotopanellar bilan bog'laydi. Aslida esa quyosh energiyasidan juda ko'p maqsadlarda foydalanish mumkin. Masalan, quyosh energiyasining konsentratsiyasini olaylik. Ya'ni biz quyosh energiyasini bir nuqtaga to'playmiz va natijada yuqori energiya hosil bo'ladi. Bu esa ushbu energiyadan eritish, materiallarni sintez qilish uchun foydalanishimiz mumkinligini anglatadi. Agar zamonaviy materialshunoslikdagi so'nggi o'zgarishlarga nazar tashlasak, yangi materiallarning 80% 1500, 2000 va undan yuqori haroratli energiyalar yordamida yaratilayotganini ko'ramiz. Bu nimani anglatadi? Masalan, agar sizda 1500 harorat bo'lsa, metallni eritishingiz mumkin. Agar 2000 harorat bo'lsa, vodorod energiyasi haqida o'ylashingiz mumkin. Ya'ni bu suvni parchalash jarayoni uchun zarur bo'lgan juda yuqori energiyadir. Agar 2500 daraja bo'lsa, bu nanotexnologiyalar demakdir. Bular sanoat, biznes va boshqalar uchun ixtisoslashgan yuqori darajada bardoshli materiallardir. Agar sizda 3000 daraja bo'lsa, bu yangi materiallar sintezini rivojlantirish uchun keng imkoniyatlarni ochadi. Bizni vazifamiz ushbu quyosh energiyasidan nafaqat ilmiy maqsadlarda, balki aholi, sanoat va umuman iqtisodiyotga foyda keltirishdir. Ushbu imkoniyatlardan kelib chiqib, mamlakat prezidenti va hukumat tomonidan institutimiz oldiga qator vazifalar qo'yilgan. Masalan, bugungi kunda butun dunyo energetika muammosiga duch kelmoqda. Bir tomondan dunyodagi vaziyat beqaror, ikkinchi tomondan esa biz uglevodorodlar davri nihoyasiga yetayotganini ko'ryapmiz. Ya'ni neft, gaz va ko'mir zaxiralari kamayib bormoqda. Yetakchi olimlarning baholashicha 100 yildan keyin asosiy energiya manbai vodorod bo'ladi. Mendeleyev jadvaliga qarasak, vodorod birinchi element hisoblanadi. Eng yengil va eng ko'p uchraydigan element. Ammo bu vodorodni ishlab chiqarish juda qiyin. Bizning asosiy vazifalarimizdan biri yashil vodorod olishdir. Ya'ni quyosh energiyasi yordamida suvni parchalash orqali vodorod ishlab chiqarish. Hozir biz noyob maskanda turibmiz. Avvalo uning noyobligi shundaki, dunyoda bunday inshootlar atigi ikkita. Biri bizda O'zbekistonda, ikkinchisi esa Fransiyada. Boshqa bunday inshootlar yo'q. Markaziy Osiyoda biz yagonamiz. Institutimizda katta quyosh pechi mavjud. Ushbu quyosh pechini ishlatish uchun biz 3 ta asosiy elementdan foydalanamiz. Birinchisi geliostatlardir. Bu yerda 62 ta geliostat mavjud. Ko'pchilik ularni quyosh panellari bilan adashtiradi. Aslida ular quyosh panellari emas, balki maxsus qoplamali oynalardir. Geliosatlarning o'lchami 6,5 ga 7,5 metrdan tashkil etadi. An'anaviy ravishda hamma quyosh energiyasidan energetik maqsadlarda foydalanardi. Bu degani quyosh energiyasi suv, issiq suv olish va elektr energiyasi ishlab chiqarish uchun ishlatilardi. Ya'ni bu an'anaviy yo'nalish bo'lib, barcha shu sohada faoliyat olib borgan. 1970-yilda Fransiya janubida Pireney tog'larida katta quyosh pechi qurildi. Bu inshoot NATO tomonidan moliyalashtirilgan. Ko'rinishidan bu faqat fuqarolik inshooti emas, u harbiy maqsadlarda ham ishlatiladi.
Ushbu obyekt haqidagi ma'lumotlar juda kam edi. Bu yerda nimalar amalga oshirilayotgani, qanday tadqiqotlar o'tkazilayotgani, nima maqsadda yaratilgani, bularning barchasi katta qiziqish uyg'otgan. Shundan so'ng Sovet Ittifoqida ham shunday quyosh pechini yaratish va qurish g'oyasi paydo bo'ldi. Bu tashabbus bilan Ukraina, Armaniston, Turkmaniston, Rossiya va O'zbekiston chiqqan. Ko'p muhokamalar bo'lgan, ammo amaliy ishlar deyarli kuzatilmagan. Shunda bizning direktorimiz akademik Azimov Sodiq Azimovich vaziyatni ko'rib, boshqalar qilmagan ishni qildi. U juda faol va tashabbuskor inson edi. U kelishuv asosida SSSR Vazirlar Kengashi yig'ilishida ma'ruza qilish imkoniyatini oldi va barchaga katta quyosh pechi nima ekanligini, uning imkoniyatlari, nima uchun ishlatilishi mumkinligini va qanchalik istiqbolli ekanligini tushuntirib berdi. O'sha paytda Fransiyadagi quyosh pechi yopiq inshoot bo'lib, Sovet Ittifoqi vakillarining u yerga kirishi deyarli mumkin emas edi. Ammo bir narsa aniq edi. Inshoot NATO tomonidan moliyalashtirilgan ekan, demak u faqat fuqarolik maqsadlarida emas, balki harbiy sohada ham qo'llanilgan. Bu davrda yadro sinovlarini taqiqlash bo'yicha xalqaro moratoriy imzolangan edi. Yadro portlashida 4 ta zarar yetkazuvchi omil mavjud bo'ladi. Shulardan biri yorug'lik chaqnashi. Sovet Ittifoqi ushbu moratoriyni imzolagan bo'lsa-da, bu sinovlarni o'tkazish zarur edi. Barcha yangi turlari, qurol turlari yadro portlashni zararli omillarga chidamliligini tekshirishdan o'tishi lozim edi. Ya'ni qurol jangga yaroqlimi yoki ishdan chiqadimi, shuni aniqlash kerak bo'lgan. Shu sababli bu sinovlar turli tashkilotlar o'rtasida taqsimlangan. Masalan, radiatsiya ta'siri bilan yadro institutlar shug'ullangan, elektromagnit ta'sirini boshqa institutlar o'rgangan. Ammo yorug'lik ta'siri masalasi ochiq qolgan, chunki yadro portlashdagi kabi yuqori zichlikdagi yorug'lik dog'larini hosil qila oladigan tashkilot mavjud emas edi. Bizning direktor Vazirlar Kengashi yig'ilishida ma'ruza qildi. Savollar juda ko'p bo'ldi. Yig'ilish raisi Sovet Ittifoqiga shunday quyosh pechi kerakmi deb savol berdi. Shu paytda 12 ta vazirlik qo'l ko'tarib, biz bunga tayyormiz, ishtirok etishga va bunday quyosh pechini moliyalashtirishga tayyormiz dedi. Shundan keyin eng faol ishlar boshlandi. Bu 1974-yilning oxirlari edi. Loyihalashtirish va iqlim sharoitlari nuqtai nazaridan O'zbekiston eng qulay hududlardan biri deb topildi. Ikkinchidan, O'zbekistonda quyosh energiyasidan foydalanish bo'yicha katta mutaxassislar guruhi shakllangan edi. Bu vazifani hal qilish uchun yetarli kadrlarimiz mavjud edi. O'zbekistonning asosiy kamchiligi esa uning seysmik faol hudud ekani edi. Bu tizim uchun konsentrator va geliostatlar yagona platformada joylashishi kerak edi, toki zilzila vaqtida ular bir vaqtning o'zida sinxron harakatlansin. Fokal nuqtani shakllantiruvchi oyna tizimining optik sozlamalari o'zgarmasligi juda muhim edi. Fransuzlar o'z quyosh pechini 2 yil davomida sozlashgan. Ular agar har bir zilziladan keyin yana 2 yil sozlashga to'g'ri kelsa, bizda bunga vaqt yo'q. Bu muammoni qanday hal qilishni o'ylab topinglar degan. Bizning olimlarimiz va mutaxassislarimiz butun konsentratorni tez sozlash imkonini beruvchi tizim yaratdilar. Natijada u atigi 6 oy ichida to'liq sozlab chiqildi va ishga tushirildi. O'zbekistonda quyoshli kunlar juda ko'p. O'rtacha hisobda yiliga 280-320 kun quyoshli bo'ladi. Bu esa quyosh pechidan maksimal darajada foydalanish imkonini beradi. Bundan tashqari bu tog'li hudud, havosi toza, changi kam, osmon musaffoligi yuqori. Biz uchun yagona platformaga ega bo'lgan, zilzila vaqtida butun tizim birgalikda harakatlanadigan qoyatosh asosli maydonni topish juda murakkab vazifa edi. Shuning uchun biz Toshkent atrofidagi barcha hududlarni sinchiklab o'rganib chiqdik. Chunki shart shundaki, odamlar shahardan bu yerga ishga borib kelishlari uchun u 50 kilometrdan oshmasligi kerak edi. Shunda omadimiz kelib, biz bir olim geolog bilan uchrashdik. Bu geolog aynan mana shu yosh yigitning bobosi edi. U bizga men sizlarga qadimiy qoyatosh asoslari yer yuzasiga chiqqan joyni ko'rsataman dedi. Biz tepaga chiqdik va haqiqatan ham u yerda qadimiy qoyatosh qatlamlari tashqi yuzaga chiqqan edi.
Biz konsentratorni o'rnatayotganimizda bu konsentrator sathi balandroq ekanligi ma'lum bo'ldi. U balandroq edi va qatlamni olib tashlash kerak edi. Shuning uchun bu yerdagi 5 metrlik qoyatosh qatlami yo'naltirilgan portlatish ishlari orqali olib tashlandi. Obyekt rasman 1981-yilda qurila boshlandi va 1987-yil oktyabrida to'liq yakunlandi. Ushbu institutning birinchi bosh direktori va asoschilaridan biri buyuk olim akademik Sodiq Azimov bo'lgan. Bu noyob gelio kompleks qurilishida ko'plab yetakchi tashkilotlar, olimlar ishtirok etgan. Bu noyob gelio kompleks qurilishi uchun moliyalashtirishga erishgan inson Sharof Rashidov ham muhim hissa qo'shgan. Ushbu joyni esa mening bobom topgan. U ham ushbu gelio kompleks qurilishi ishtirokchilaridan biri bo'lgan. Qurilishda qatnashgan otalarimiz hali ham shu yerda ishlab kelmoqda. Men o'zim ham mana shu noyob institutda 26 yildan beri faoliyat yuritaman. Bu yerda ishlash men uchun katta sharaf va faxrdir. İlk bor quyosh energiyasi texnologik maqsadlarda qo'llanildi. Buni birinchi bo'lib fransuzlar ko'rsatdi. Ulardan keyin esa biz amalga oshirdik. Biz bu obyektdan yangi materiallar yaratish uchun foydalanishni rejalashtirgan edik. Shuningdek, tabiiyki, mamlakatimiz strategik sohalari uchun zarur bo'lgan sinovlarni ham aynan shu obyektda o'tkazish ko'zda tutilgan edi. Yo'nalishlardan biri yeyilishga chidamli va yuqori haroratga bardoshli keramika sintezidir. Bu oksidli material hisoblanadi. Bugungi kunda metal kengayishi, ishqalanish koeffitsiyenti va yeyilish darajasi yuqori bo'lgan sohalarda metal o'rnini allaqachon keramika egallamoqda. Oddiy misol sifatida maishiy hayotdagi keramik oshxona pichoqlari, tovalar, avtomobillardagi svechalar, keramik tormoz kolodkalarni keltirish mumkin. Bu shuningdek biokeramika sohasini ham qamrab oladi. Tibbiyotda tirik organizmlardagi suyak qismlarini almashtirish jarayoni jadal rivojlanmoqda. Implantlar, tish qoplamalari, sirkoniy materiallar, koruntli bo'g'imlar, bularning barchasi bo'yicha institutimizda noyob ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Yana bir bizning noyob yo'nalishimiz bu vodorod energetikasidir. Ayni paytda biz dunyodagi eng arzon, eng samarali, eng toza va yashil vodorodni olishga erishdik. Ilmiy tadqiqotlar juda qiziq. Albatta ularni amalga oshirish zarur. Ammo masalaning ikkinchi tomoni ham bor. Bu natijalarni qayerda va qanday qo'llash mumkin? Ular iqtisodiyotga, sanoatga, mamlakat va dunyoga nima beradi? Hozir issiqxonalarda haroratni tartibga solish imkonini beruvchi texnologiya ishlab chiqildi. Masalan, O'zbekistonni oladigan bo'lsak, fermerlar har yili qishda isitish, yozda esa sovutish muammosiga duch kelishadi. Biz maxsus aqlli nano zarrachalar yaratdik. Agar ushbu nano zarrachalar plonkaga qo'shilsa, plonka quyosh nurlanishidan kelayotgan 17-22 haroratli fotonlarni o'tkazadi. Ya'ni issiqxona ichiga aynan shu energiya kiradi. Natijada yozda issiqxona soviydi, qishda esa tashqi isitishsiz isiydi. So'nggi 5-7 yil davomida biz O'zbekistonning turli hududlarida ushbu sinov va tadqiqotlarni olib bormoqdamiz. Oxirgi 2-3 yilda esa Xitoy Xalq Respublikasi hududida Shanxay qishloq xo'jaligi fanlari akademiyasi bilan hamkorlikda tajribalar o'tkazyapmiz. O'tgan yozda ular bizga ma'lumot yuborishdi. Tashqi harorat 43 bo'lgan paytda issiqxona ichidagi harorat 36 ni tashkil qilgan. Bu o'simliklar uchun ancha qulay haroratdir. Yozda istalgan issiqxona yoki parnikka kirib ko'rsangiz, u yerda harorat kamida 60 daraja bo'ladi. Bu yerda esa tabiiy sovutish yuz beradi. Qishda esa hatto tashqi harorat manfiy bo'lganda ham quyoshli ob-havoda 17-20 daraja haroratli quyosh fotonlari ichkariga kiradi. Bu infraqizil diapazondir. Keyin ular tuproq tomonidan yutiladi. Kechasi quyosh bo'lmaganda energiya orqaga chiqishga harakat qiladi, ammo plyonka bu energiyani tashqariga chiqarmaydi. Biz tajribalarimizni yakunlaganimizdan so'ng hozir xitoylik hamkorlarimiz bilan birgalikda ushbu nano kukunlarni ishlab chiqarish sexini ishga tushirmoqdamiz. Nano kukunlar ishlab chiqariladi va keyin ular plyonka ishlab chiqaruvchi korxonalarga yetkazib beriladi. Ular bu nano kukunlarni plonkaga qo'shib, keyin issiqxonalarni shu plonka bilan qoplashadi. Bu nafaqat energiya sarfini kamaytiradi. Hisob kitoblarimizga ko'ra,
kamida 60% energiya tejaladi. Shu bilan birga hosildorlik ham oshadi. Buning sababi nimada? Biz shuni aniqladik. Bizning plyonka bilan qoplangan issiqxonalar ichida oddiy plyonkalardagidek katta namlik bo'lmaydi. Namlik kam bo'lganida hasharotlar erkin harakatlanadi va o'simliklarning tabiiy changlanishi yuz beradi. Sug'orish uchun suv sarfi esa 30% gacha kamayadi. Shu sababli biz o'z oramizda buni ba'zan mo'jizaviy plyonka deb ataymiz. Chunki u energiyani tejash, hosildorlikni oshirish, suvni iqtisod qilish va boshqa ko'plab imkoniyatlarni beradi. Ya'ni bu texnologiyaning imkoniyatlari juda keng. Sovet ittifoqi parchalangandan keyin korxonalar o'rtasidagi barcha aloqalar buzildi va hammasi to'xtab qoldi. Obyekt to'liq xo'jalik hisobida ishlardi va faqat shartnomalar hisobiga faoliyat yuritardi. Ya'ni u asosan Rossiyadan keladigan buyurtmalar orqali moliyalashtiriladi. Barcha buyurtmalar tugadi. Moliyalashtirish to'xtadi va obyekt faoliyat ham deyarli to'xtab qoldi. Shunda biz jiddiy o'ylab ko'rdik. O'zbekistonda bunday sinovlarni o'tkazishga ehtiyoj katta emas, ammo bizda materialshunoslik sohasida katta tajriba bor. Biz respublikadagi vaziyatni o'rgandik. Ma'lum bo'lishicha, mamlakatimizda faqat qurilish keramikasi ishlab chiqaruvchi korxonalar bor ekan. Ammo elektronika, to'qimachilik, neft-gaz sanoati uchun zarur bo'lgan muhandislik keramikasi ishlab chiqaruvchi birorta ham korxona mavjud emas edi. Shunda biz mahalliy xomashyodan foydalanib, unga quyosh obyektida olinadigan yuqori sifatli materiallarni qo'shish orqali mahalliy sanoat uchun mahsulotlar ishlab chiqarishga qaror qildik. Birinchi bo'lib bizga to'qimachilar murojaat qildi. Ular bizning to'qimachilik uskunalarimizda iplar o'tadigan juda ko'p keramik elementlar bor. Bular ip, yo'naltirgichlar, filyeralar va turli mayda keramik qurilmalar. Ular 6-8 oyda yeyilib ketadi. Bizga ana shu elementlar kerak deyishdi. Biz xo'p dedik va bunday elementlarni ishlab chiqara boshladik. Natijada respublikadagi barcha to'qimachilik va ipak yigirish kombinatlarini ushbu keramik elementlar bilan ta'minladik. Oradan 3 yil o'tdi va buyurtmalar to'xtab qoldi. Hech kim yangi buyurtma bermasdi. Biz nima bo'ldi? Nega murojaat qilmayapsizlar deb so'radik. Ular esa sizlar shunchalik sifatli keramik elementlar tayyorlab berdingizki, ularning xizmat muddati juda uzoq. Ular deyarli yeyilmaydi. Juda yaxshi ishlayapti, shuning uchun hozircha ehtiyoj yo'q deb javob berishdi. Shunday qilib biz butun to'qimachilik sanoatimizni ta'minladik. Keyin esa biz elektrotexnika sanoati bilan shug'ullana boshladik. Bu turli past va yuqori kuchlanishli izolyatorlar, elektrotexnika uchun keramik elementlar edi. Bu tadqiqotlarning barchasi nimalar bilan bog'liq? Avvalo, bunday ayniqsa yuqori texnologiyali tadqiqotlarni amalga oshirish uchun ilmiy uskunalar kerak. Bu sharoit, kimyoviy moddalar, reagentlar va juda ko'p boshqa vositalar. O'zbekiston prezidentining qo'llab-quvvatlashi tufayli biz har yili yangi uskunalar olib kelmoqdamiz. Qiziq bir fakt. Agar 10 yil avval har bir o'zbek olimining orzusi xorijdagi yetakchi laboratoriyalarga borib tajriba o'tkazish, ma'lumot olish va qaytib kelib ilmiy ishini himoya qilish bo'lgan bo'lsa, hozir esa aksincha, xorijlik olimlar o'zlari bizni oldimizga kelishmoqda. So'nggi 3 yil ichida AQShdan hamkasblarimiz kelib bu yerda qo'shma tadqiqotlar o'tkazishdi. Germaniyadan olimlar kelmoqda. Ular bu yerda kamida 2-3 oy qolib o'z tajribalarini o'tkazishadi. Shuningdek, Xitoy Xalq Respublikasi, Janubiy Koreya, Rossiya Federatsiyasi, Belarus va qo'shni davlatlar Qozog'iston va boshqa mamlakatlardan ham olimlar kelib, shunday eksperimentlar o'tkazmoqda. Shuning uchun biz xorijlik hamkasblarimizga shunday taklif qilamiz. O'z materiallaringizni sintez uchun tayyorlang va bizga keling. Bu yerda birgalikda tajribalar o'tkazib, yangi materiallar olamiz. Ularning qanday xususiyatlarga ega bo'lishini esa birga o'rganamiz. Yana bir juda qiziq yo'nalish bu rossiyalik hamkasblarimiz bilan hamkorlik. Yuqori harorat imkoniyatlari tufayli uchish apparatlari, xususan kosmik kemalar qoplamalarini sinovdan o'tkazish mumkin.
Ma'lumki, kosmik kema ko'tarilganda yoki yerga qaytayotganda havo bilan ishqalanish natijasida juda yuqori energiya hosil bo'ladi. Hamma ko'rgan, kapsula ajralib qaytayotganda u yongandek bo'ladi. Bu yerda harorat 2000 darajaga yetadi. Shuning uchun nafaqat kapsulani, balki kosmonavtlarni ham himoya qilish uchun maxsus kompozit materiallar zarur. Ammo ularni qanday tekshirish va sinovdan o'tkazish mumkin? Buning uchun yuqori energiya talab qilinadi. Ko'plab mamlakatlarda plazma texnologiyalaridan foydalaniladi. Lekin plazma juda yuqori energiyaga ega bo'lgani uchun material darhol yemirilib ketadi. Aslida esa materiallarni 2000-3000 darajagacha bo'lgan sharoitda bosqichma-bosqich sinovdan o'tkazish kerak. Bu esa aynan bizning imkoniyatimizdir. Shu sababli Rossiyaning Butun Rossiya aviatsiya materiallari institutidan hamkasblarimiz kompozit materiallar bilan bizga kelishadi va bu yerda ularning sinovlari o'tkaziladi. So'nggi uchrashuvimizda biz nafaqat testlar o'tkazish, balki bunday kompozitlarni birgalikda ishlab chiqishni ham taklif qildik. Hozir biz sizlarga noyob eksperimentni ko'rsatish imkoniyatiga egamiz. Bu kichik quyosh pechida amalga oshiriladigan eksperimentdir. Bizning institutda katta quyosh pechidan tashqari vertikal va gorizontal kichik quyosh pechlari ham mavjud. Bu noyob tajriba va u noyobdir chunki birinchidan u kichik quyosh pechiga ega, minimal xarajatlarga ega, ammo bu maksimal haroratni olish imkonini beradi. Radiatsiya darajasiga qarab kichik quyosh pechida harorat o'rtacha 2500 darajagacha yetadi. Albatta, katta quyosh pechida quyosh nurlari dastasining diametri 20 sm dan 1 metrgacha bo'ladi. Bu yerda esa kichik quyosh pechida u shartli ravishda no'xatchidek kichik nuqta hosil qiladi. Go'yo lazer kabi. Ushbu uskunaning noyobligi shundaki, antaga bitta geliostat va bitta konsentrator yordamida yuqori zichlikdagi energiya oqimini hosil qilish mumkin. Hozir biz sizlarga o'ta toza magnit materiallar sintezi jarayonini ko'rsatmoqdamiz. Ma'lumki, O'zbekistonda magnitlar ishlab chiqarilmaydi. Biz esa maxsus noyob texnologiya ishlab chiqdik. Quyosh pechidagi sintez yordamida juda yuqori yuklamalarga bardosh bera oladigan o'ta toza va noyob magnitlar olishga muvaffaq bo'ldik. Ushbu noyob qurilmada bunday eksperimentlarni amalga oshirish imkoniyati mavjud. Kichik quyosh pechining yana bir noyob jihati shundaki, katta quyosh pechida eksperiment o'tkazishdan avval barcha tajribalarni dastlab aynan shu kichik pechda sinovdan o'tkazamiz. Bu yerda biz butun jarayon zanjirini shakllantiramiz va eksperiment uchun texnik topshiriq tayyorlaymiz. Shundan keyin kichik quyosh pechidagi natijalar asosida katta quyosh pechida tajribalarni bemalol davom ettiramiz. Hozirgi kunda institutimizda atigi 110 nafarga yaqin xodim faoliyat yuritadi. Ulardan qariyb yarmi 50 nafarini ilmiy xodimlar tashkil etadi. Bundan tashqari doktorantura ham faoliyat ko'rsatmoqda. Har yili biz 8-10 nafar yosh olim va mutaxassislarni qabul qilamiz. Ayniqsa hozir O'zbekistonda yosh olimlar uchun tadqiqotlar olib borish va o'z intellektual salohiyatini ro'yobga chiqarish bo'yicha juda keng imkoniyatlar yaratilgan. Masalan, institutimizda qabul qilingan har bir doktorant birinchi kursdan keyin xorijiy ilmiy jamoalarga yuboriladi. Bu nafaqat stajirovka o'tash uchun, balki muayyan eksperiment va tadqiqotlarni amalga oshirish uchun ham xizmat qiladi. Bizning asosiy hamkorlarimizdan biri Janubiy Koreyalik hamkasblarimiz, ya'ni Koreya sanoat texnologiyalari institutidir. Ushbu institut keng imkoniyatlarga ega. Ayniqsa vodorod energetikasi uchun materiallarni biz Janubiy Koreyada sinovdan o'tkazamiz. Hozir bizda Xitoy iqtisodiy tashkilotlari va Malayziya bilan ham katta imkoniyatlar mavjud. Joriy yilda yosh olimlarimizni Amerika Qo'shma Shtatlariga yuboryapmiz. Bu yuqori entropiyali materiallar ustida ishlash uchun amalga oshirilmoqda. Hozirgi kunda institutimizning noyob ilmiy ishlanmalaridan tashqari, ilmiy turizm ham juda yaxshi rivojlangan. Ko'plab xorijiy mehmonlar institutimizga qiziqish bildirib, tashrif buyurishmoqda va bizni ilmiy ishlanmalarimiz bilan tanishishmoqda. Ularni nafaqat obyektning o'zi, balki aynan biz nima bilan shug'ullanayotganimiz va institutimizda qanday ilmiy ishlanmalar olib borayotgani qiziqtiradi. Albatta juda katta
taassurot qoldiradi. Hammaga bu joyga kelishni tavsiya qilaman. Bu muhandislik tafakkurining hayratlanarli darajada go'zal inshooti ekan. Bu yerda ulkan qudrat va konstruktivizm ruhi seziladi. Shuning uchun ko'pchilikka bu yerga kelishni maslahat bergan bo'lardim. Juda qiziq. Biz bu yerga keldik, chunki yangi quyosh energiyasi bilan nimalar qilish mumkinligini tushunish biz uchun juda ham muhim. Что можем делать с новыми зонцы энергии. Bugungi ekskursiya juda katta taassurot qoldirdi. Men avval ko'rmagan ko'plab narsalarni ko'rdim. Shuningdek, juda ko'p yangi ma'lumotlarga ega bo'ldim. Men juda xursandman. Bizga bu joy tarixi haqida ko'p qiziqarli ma'lumotlar berishdi. Haqiqatan ham ta'sirli ekan. Biz bu haqda Xitoy ijtimoiy tarmoqlarida ham tavsiya beramiz. Ha. Biz turli tanlov va ko'rgazmalarda ishtirok etishga harakat qilamiz. Mana bir oydan keyin iyun oyida Shanxay shahridagi yangi texnologiyalar va g'oyalarga bag'ishlangan katta innovatsion haftalik bo'lib o'tadi. Biz u yerga o'z ishlanmalarimiz bilan boramiz. Maqsadimiz butun dunyoga o'zbek ilm fani nafaqat muayyan bir sohani, balki butun dunyoni o'zgartirishga qodir bo'lgan innovatsion ishlanmalarga ega ekanini namoyon qilishdir.